Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana Bog'dod tumanida yangi obyektimizni tugatganmiz. Bu obyektimiz haqida hozir usta akamiz sizlarga chiroyli qilib tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, usta aka. Assalomu alaykum. So'killar, zinalar haqida obunachilarimizga ma'lumot berib yuborsangiz. So'killarimiz g'ishchali fasonda bo'lgan. Ko'rishlari mumkin. Xo'p, so'killarimiz bo'yi 60 sm bo'lgan. Plyonchasi qo'pqog'i noli bilan hisoblaganda 80 sm ga yetgan. Bu so'kilimizni 1 metr narxi, usta haqisi, materiali, hamma narsasi ichida 400 ming so'm bo'lgan. Bundan arzonroq variantlari bor. Xo'p, qalamchasi qo'yilmaydigan bo'lsa, mana shu oq lenta ko'rinib turibdi. Xuddi mana shu narsa qo'yilmaydigan bo'lsa, 1 metr narxi 35 ming so'm, 40 ming so'mga arzon chiqadi. Zinalarga keladigan bo'lsak, zinalar stupenkalarimiz metriga hisoblanadi. Usta haqisi, materiali ichida bu ham 1 metr 200 ming so'm bo'lgan. Plashatkalarga keladigan bo'lsak, plashatkalari kvadratiga hisoblanadi, metriga emas. 1 kvadrati buni ham 200 ming so'mga bitgan. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar akalar. Xudo xolasa chiroyli bitirib beramiz.